Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Pravda tovuq bozoriga keldik. Haftaning juma kuni. Necha pul ekan bu aka? Mana xo'rozlar narxi 100 mingdan. Hammasi bir xilmi? Mana narxi 100 mingdan ekan. Mana katta xo'roz. Bu kimdan ekan, sizdanmi? Necha pul bu? Mana o'si kattasi. 200 yaptı. 200. Bozor nechi qildi? Egasiz emasmi? 200 ming ekan. Mana aziz do'stlar, Samarqand Pravda tovuq bozoriga keldik. Haftaning juma kuni. Mana ko'rishingiz mumkin mana hozir. Savdo bo'lyapti mana. Necha pul bo'ldi? 120. 60 mingdan. 60 mingdan bo'pti mana. Bu xo'roz necha pul ekan mana u? 120 mingga ikkita. 60 mingdan bo'ldi-da. Mana. Bular necha puldan bular? Qaysi? Mana u katakdagilar. Bular 120 dan. 120 dan. Mana 120 dan. 240 ming deyishyapti. 240 ming deyaptilar. Tuxum qilar ekan. Xonaki. Xonaki tovuq ekan, 240 ming deyishyapti. Tuxumiga 100% javob deyaptilar. Necha pul deyaptilar? Necha pul deyapsiz? Tuxum qiladiganmi? Ham tuxum qiladi deyapti bu odam. Sizni bas tovuqingizni olyapman. Mana xo'rozlar. Mana xo'rozlar. Hozir top tomonda yaponchalar bor ekan. Mana cho'jalar. Kichkinagina cho'jachalar. Necha pul ekan? 7 ming, 6 mingdan berasiz. Olib ko'rsak maylimi? Aynalay bu makiyon. Makiyon 7 ming ekan, 6 mingdan berishar ekan mana. Jonivor. Mana xolam sotishyapti. Endi bu tomonda broller. Ular katta cho'jalar ekan. Bu necha pul ekan? Bu necha pul ekan? 5 mingdan ekan, mana 5 mingdan. 5 mingdan ekan cho'jalar. Bular tuxumda ekan mana. Quyon bor ekan, quyon. Hozir quyonni narxini surishtiramiz. Obunachilar surishtirishga so'ragandilar. 24 aka. Mana hozir mana quyonlar. Quyonlar 100 mingdan ekan. Aziz obunachilar. Quyon 100 ming. 100 mingdan ekan. Mana bu yerda bedana bor ekan ona. Bedana sizdanmi? 5 mingdan. Bedona 5 mingdan ekan. Aziz obunachilar 5 mingdan. Bu xo'roz qanaqa xo'roz ekan? Bu qanaqa xo'roz ekan? Necha pul bu? 180 ming. Bu qanaqa bu toji aka?
Chiltoch. Chiltocha samimiy? Ana men Chiltoch. Ha, Chiltoch. 180 ming YouTube bak, ha, YouTube bak. А они правда наисет мброд. Mana bu tomonda nechi pul ekan bu? 60 ming. Yaponchami? Yaponcha. Yaponcha. Mana aziz do'stlar, qaysini? Qaysi birini? Qo'ying, mana bu yerga bitta video qilaylikchi. Dakan xo'roz, ha? Nechi pul bu? Nechi pul? 500 ming aka. 500 ming chaluksa. O'zimni olmay aka. Yo'q, o'zingizni olganim yo'q. 500. 500 ming telefon nomeringiz bormi? Pastayni shug'ullanasizmi? Yo'q, bizga bitta chiqadi. Ha. 500 ming urushtiradiganmi bu? Ha. Bo'ldi aka. Mayli, sog' bo'ling. Mana 40 ming, 60 mingdan mana brollerlar. Mana hozir brollerlar, mana bu tomonda bedanalar. Bedana nechi pul ekan? Olibdi. Ha, olib 2000 dan. 2000 dan olibdilarmi? Ko'tara bo'pti-da. Boshqalari 5000, 6000 deyaptilar, 2000 dan ko'tara bo'pti. Mana aziz do'stlar, mana shu bozorimiz mana. Tovuq bozorini polni mana aylanib yuribmiz mana. Mana bu yerda hozir urushadigan dakan xo'rozlar. Hozir bu yerni ko'raylikchi, mana bedanalar. Bedana nechi pul? 3000. Mana aziz do'stlar, bedonamiz 3000 dan ekan. Bu hammasi bir xilmi? Bu nima? Pati yo'q? Pati bor setgan ichidagi. Boshqa mana ustidan chiqib. Tirnog'ini iltlaydi. Ana. Urushadigan dakan xo'rozlar. Aziz do'stlar, haftaning juma kuni ko'rib turganingizdek qo'ldan kelgancha so'rab, surishtirib video chiqaryapmiz ona. Nechi pul aka bu? Sizdanmi? Nechi pul? 700 ming? 700 ming ekan. $700 ming so'm ekan urushadigan xo'roz. Aka nechi puldan ekan? 130 ming. 130 mingdan. Bu g'ozmi bu? G'oz nechi pul? Nechi pul aka g'oz? Kattasi. 400 ming ekan katta g'ozimiz. Ana aziz do'stlar. $400 ming so'm ekan. Ana kakliklar. Nechi puldan ekan bular? Yo'q, 1 million ekan mana sayraydigan kaklik 1 million ekan. Sayraydiganni 1 million deyaptilar.